Ro'zg'or Optim bozorda donaga olsa bo'ladimi deydi. Mumkin obunachilar uchun Optim narxda donaga ham olsa bo'ladi. Mahsulotlar bilan tanishtiramiz. Ketdik. Qani bismillah. Rahmanrohim. Mana bu sirlarimizni ko'ringlar o'rtoqlar. Ukrainani sirlari donasi 4000 so'm. Lyubimi. Sirda aytyapman. Bu sirlarimiz 1+1 aksiyada 42 ming so'm. Bittasini olasiz, bittasi tekin. Ro'zg'or Optim bozordan xohlagan turdagi kolbasa va go'sht mahsulotlarini topsanglar bo'ladi. Yo bismillah. Zavoddan o'zim shuni olib kelmasam o'rtoqlar. Bularni ko'ryapsizlarmi? 90 mingdan 1+1 o'rtoqlar. Mana bu qazilar nima deyapti? Qazilar 200 ming so'm. Bittasini olasiz, bittasi mutlaqo tekin. Mana bu go'shtlar o'rtoqlar 180 mingdan. Qoramolda preslangan go'shti 1+1 180 mingga bitta olasiz, bittasi tekin. Ro'zg'or Optim bozorini ro'zg'orni qilish kerak. Mana shunaqa sifatli qoramolda go'sht qayerda bor? Eng arzon narxda Ro'zg'or Optim bozorida bor. Xohlagan go'sht mahsulotlaringizni topsangiz bo'ladi. Bu sizlar Instagramda, Telegramda ko'rgan hindistonlik tayyorlagan pechenye emas, bu haqiqiy Daniyaning toza eng zo'r pechenyelar. Mana buni ochib ko'rsataylik-da. Mana Daniyaning pechenyelari 140 mingdan sotilgan ekan. Aksiyada 77 ming so'm. Duplo 50 mingdan sotilgan, 25 ming. Xolasingiz donaga olib ketsangiz ham bo'ladi 5 mingdan. Voy, Milka shokoladlari bor ekan. Bitta olsangiz 16 ming so'm, ikkita olsangiz 15 ming 500 so'm. Firmada 9 mingdan oshiq, Ro'zg'or Optim bozorida 8,5 ming so'm. Voy, men bunisini olaman. 675 grammli 60 ming so'm ekan. 19 mingdan sotilgan Eronning sokuni barchasi bugundan boshlab 10 ming so'm. Sut mahsulotlarini xohlaganini topsanglar bo'ladi. Marojniyning mavsumini boshladik. 7,5 mingdan nima deysizlar? O'rtoqlar, bunaqangi trenddagi marojniylar ham bor ekan. Ushbu do'konda uxodigidan tortib mo'yshi sredствоgacha, ichimliklardan tortib shirinliklargacha, xohlagan turdagi kashaladan tortib pampersgacha faqatgina arzon narxda topasizlar. Ming dardga davo bo'lgan zaytunlarni ham shu yerdan topasizlar. Bu tomonim akusher ginekologiya, bu tomonim TTZ Diadora. O'rtada bitta oqtepa lavash bor. Oqtepa lavashning yonidan kirganinglarda yam-yashil bo'lib turibdi. Ro'zg'or Optim bozor. Navigatorga ham Ro'zg'or deb yozsanglar chiqadi. Shu yerdamiz. Kelaverasizlar.